Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan yana bir bor Oynai jahon orqali diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandmiz. Sizlarni guvohliklaring ostida bir ajoyib loyihani boshlagan edik, tabriknoma loyihasini boshlagan edik. Allohga beqadar shukrlar bo'lsin diyorum. Tabriknomalarimiz har bir bugungi sanada bitta qo'ng'iroq chiqmasini bosib qo'yasizlar, kitoblarni qo'yasizlar, qolaversa ayzlarimiz sizga murojaat qilasizlar, yaxshi kunlaringizda Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Alaykum salom. Murodjon aka bilan bog'landikmi? Ha, Assalomu alaykum Murodjon aka. Sizni tabriknoma loyihasidan boshlovchi Muhammadjon bezda qilyapti. alaykum salom. Ha, rahmat, eshitaman. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda akajonim bugun tavallud ayyomingiz ekan. To'g'ri topdikmi? To'g'ri. Ilohim To'g'ri. sizni tabriknoma loyihasi boshlovchisi Kamina Muhammadjon tabriklashga ruxsat bergaysiz. Mayli, rahmat, mayli. Qarshi olayotgan 51 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim niyat qilamiz, duo qilamiz. Oilangiz baxtiga sog'u salomat bo'ling. Ilohim 60 yoshdan oshib, 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrab, 90 yosh bilan to'g'nashib, 100 yoshlarga kirib yuring. Rahmat. Sizni yaqinlaringiz bizga murojaat qilishdi. Sizni tabriklashimizni kimdan bo'lishini xohlagandingiz? Bu zagadka bo'ldi-ku. Topishmoq kimdan bo'lish kerak? Sizni eng yaqin insonlaringiz murojaat qildi. Izlab ko'rasizmi? Harakat qilmani izlayapman. Kim ekan hozir? Topinchi akajonim. Kim? Men yaqinim ham ko'p bo'lsa, Farzandlardan axtaring, farzandlardan. farzandlardan. O'g'ilcham Mehrojmi? Mehrojbek, Farzonaxon, Ruxshonaxon farzandlaringiz adashmasak. 3ta farzandim bor. O'sha farzandlar murojaat qildi. Chiroyli loyihamizga, tabriknomamizga, padar buzurgvorimizga eng ezgu tilaklarni yetkazib berishnikdan, ular nomidan ham sizga sihat, salomatlik, uzoq umr, haj safarlarini ziyorat qilishlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Hamisha farzandlaringizga boshi qosh bo'ling. Ijozat berasizmi? Farzandlar tomonidan kelgan ajoyib she'riy satrlar bor o'qib berishimga. Mayli, bemalol. Qo'llarim duoga ochib so'rayman. Otamga, onamga sog'lik tilayman. Qalbimni niyat, baxtga o'rayman. Dadamni doimo asragin Alloh. Axir bular menga bo'lgan suyanchim. Mehrlari daryo, ummondek liqliq. Umriga umr ber, bu senga bog'liq. Dadamni doimo asragin Alloh. Yuzlari kulsin-da, quvonchga to'lsin. Davramiz to'rida doimo bo'lsin. Nabira o'ynatib xorliqlar qilsin. Dadamni doimo asragin Alloh.
o'zing qodirsan, o'zingsan panoh. Har doim birgasan, bo'lgansan hamroh. Har vaqt asrab, sen qilsan ogoh, dadamni asragin, Allohim. Akajonim chiroyli she'riy satrlarni farzandlar nomidan qabul qilgaysiz. Ilohim umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Ayolingiz nomidan ham alohida tabriklab qo'yar ekanmiz. Farzandlaringizga chiroyli tilaklar bo'lsa, marhamat yetkazib qo'yasiz. Ularga ham sog'lik, salomatlik, hamisha ishlarni omadini bersin. Rahmat akajonim, rahmat. Tavallud ayyomingizni yaxshi o'tkazing. Sizni avvalo bezovta qildik. Tabriknoma loyihamiz xonadoningiz mehmoni bo'ldi. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha Alloh panohida bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling salomat akajon. bo'ling. Rahmat. Ishlaringizda omadini bersin. Rahmat akajonim. Xo'p.